Otanglarga rahmat. Qo'li yo'l usti ekansizlar. Kun ham kech o'p qoldi. Xavotir olmanglar. O'zimni mashinamda tashlab qo'yaman. Qani, bo'lmasam. Uka, men sizni endi esladim. Ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rgan ekanman. Qani, olinglar. Ha, hojaga qiziqaman. Bo'sh vaqtlarda ozmoq syomka qilib turamiz. Ha uka, qiziqaman-ding. Shuni rivojlantirish kerak. O'zimni bir devor qo'shnim bor. Ibrat Aziz degan bolalar. Juda yaxshi bloger bolalar. Hozir Andijonda shular hozir nomer ading desam bo'lmaydi, yaxshi bloger bo'lib turibdi. Shular gif boshlagan. Arzimagan $200 bersiz, gifiga qo'shib qo'yadi. Ha, bo'pti, mayli tortinmang, yaxshi ishladinglar. Ash $200 ni ham o'zim berib qo'yaman. Qani bo'lmasam bolalar, men ovqat topib kelay. Sizni albatta qo'shtirib beraman. Qani, olib o'tiringlar. Bugun meni mehmonimsizlar. O, bay. Qani? Bolalar, Otabek 5 barmoqdan sizlarga 5 barmoq zakasi qilganman. Qani sovutmaymiz. Olinglar bolalar. Aka, mehmondorchilik uchun katta rahmat. 200 ming so'mga rosa tolashuvdingiz, noto'g'ri fikrga boribmiz. Bunchalik mehmondorchilik shart emas edi, aka. 200 ming so'mga rozi bo'lganinglarda men ham xursand bo'lgandim. Endi xursand bo'lish navbati sizlarniki. Mehnatinglarga rozi bo'linglar. Ishinglarni rosa chiroyli qilib bitkazib berdinglar.